kech hamma chiroyli go'zal qizlarimizga hozir bitta lifhakni nima desam qilib qoldim deysiz edi. Hozir mana bu tufli lagron mana bunaqa chizilib qoladi-yu kiyganda bir-biriga ishqalsa. Ayniqsa men ishqalsa mana bunaqa ishqalib yuradi-da. O'shanda mana qora chizilib qoladi bu. Qancha harakat qilsa ham oddiy vlajnikda ketmaydi bu. Bu ishlatganman, qurib qolgan vlajnik. Buni mana bu laska. Anaqa nima deydi buni? O'sha tirnoq o'chiradiganchi, o'sha narsada o'chirsanglar, zo'r ketkazar ekan. O'sha lakronni mana shunda tozalasa bo'lar ekan, xolos. Ana. Hozir. Yangidek qilar ekan. Ko'proq chizilgan ekan. O'ziga. Devimni ko'proq chiqib yurar ekanman. Nargis buni qamasa. Ana ketyapti o'zi mana. Anchasi ketdi. Yana bitta qilamiz. Vlajnik quruq bo'lsa, mana bu ko'proq olinadi. Shuni hisobiga yaxshiroq ketsa kerak deb o'yladim. Vatni disk qilsanglar ham. Qolmadi o'zi. Dopuskiga rasm ko'rsatishdan chiqagan. Videoni o'tkazib qaytarib ko'rsanglar. O'zi dopuskisi chiqib keladi. Qattiq bosishlaring shart emas. Prosta tez suvda yurgizib tursanglar. Ozgina qoldi. Ko'p chizilgan ekan o'zi. Bir marta kelgan ishonasizlarmi shuni? Birinchi marta anaqa chiqaribman, video chiqaribman. Lifehack deb bu ma'rifat qiynalarini lakronni qanaqa tozalashni bilmasdan. O'zi umuman Instagram yoki YouTube ularga video joylamaganman deb prosta foydali lifehack bo'lib qoldi bu. O'zidan o'zi to'xtachi bitta tozalab ko'raychi degandim. Qarasam, ishlar ekan. Quruq vlajnik boshqa yo'qmaydi. Oddiy vlajnik qilib ko'ramiz. Buni ham ishlar ekan. Bundoq qo'ya qo'yaman. Yo. Bo'lar ekan. Ketyapti bu ham. Vlajnikni qiynamasdan bo'yagini yag'ira chiqib o'tdi o'zi. Nargisni ham shunda tozaladim-da. Quruq vlajnik boshqa yo'l uchun. O'zini qiynamasdan siz yengisini tez alishtirsa bo'lar ekan. Qolmadi o'zi. Yana-chi, mana bu chang dog'lar bo'ladi-yu. Mana orasiga kirgan dog'lar. O'shalarni ham artsanglar, yarqaytargan toshlarini. Videoga yaxshi bo'pti-da, ko'proq chizilgani qopti. Nargisda jimni ko'p chizilmaganda. Mana bularni ham artsanglar qo'ying. Tak. Mana bu ketgan. Tak. Yaxshi foydali lifehack bo'ldi. Ana. Yaltiradi. Anaqa chuqurroq chizilgan ekan-da. Bu holatda ancha zo'r bo'ldi deyiladi-ku. Yig'inimiz va qizlardan o'shanga kiymoqchiman buni yana. Qanday tozalasam ekan deb o'ylab turdim kech bo'lganda. Va ana. Ketdi. Qisqajon. Yaltirabdi. Bu yoqni qaraylik, bu yoqni qaraylik. Yarqiratar ekandek o'shani ham. Keyin qizlar tillarni qanaqa tozalasa bo'ladi, yarqiratsa ham bilsangiz ketinglar shuni ham. Ancha farqi bor ham bu postlisini. O'zi ham yaltiradi, bunisi ham. Yap-yangi bo'lgan. Avaylab kiyaman ishonmasdan. Xudo xohlasa. Yap-yangi bo'ldi. Mana bunga qaranglar, ozgina kiri bor-da. Dog'da bu. Endi qaranglar, yarqiratgan. Zo'r. Be that lady. I feel you creeping, I can see it from my shadow.